Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga qanday qilib Coffee Dance videolarini yuklab olishni o'rgataman. Buning uchun biza YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirgandan so'ng mana o'zi shunday chiqadi. Qidiruvga yozamiz. Misol uchun siz nimani qidirmoqchisiz? Men misol uchun bittasini ko'rsataman. Make cool in shunday deysizda, qidirmoqchi bo'lgan narsangizni keyin Coffee keyin dance deb yozasiz va oxirida song degan qo'shimchani ham yozib qo'ying. Unda shu holatda yaxshiroq chiqadi. Va qidirishni bosasiz. Qarayapsizki, mana chiqib keldi. Biz istaganimizni tanlaymiz. Misol biz tanlasak, birinchisiga kirib ko'raylik. Avval kanalga kiramiz. Obunasi 14 mingta. Agar milliondan kam obunachidan olsak, u juda yaxshi. Ya'ni sifatli video ishlashga yordam beradi. Biz mana Chaqmoq Makfilni turli xil videolarda yoki boshqa multqahramonlar chiqib keladi. Bu o't vodisi. Bu ham boshqasi. Bularda ham mana istaganingizni kirasiz. Misol uchun o't vodisiga kirib ko'rib, menga shu multik ko'proq yoqardi. Mana yaxshi ishlangan. Mana shunday sifatli videolarni olasiz. Uni topish uchun siz shu istagan videongizni tanlaysiz. Misol uchun men dinozavrga kirib ko'ray. Dinozavr bo'ladi. Jo'natishni bosasiz. Telegramni bosasiz. Va siz misol uchun nimani qidirmoqchisiz? Sizda balkim boshqa narsalar bordir. Menga Telnavobod rasmiy kanali bor. U ham tezroq ochadi. Siz boshida o'shanga obuna bo'lasiz. Keyin videongizni tashlaganingizdan so'ng o'zi shunday chiqadi. Video yoki audio. Siz videoni qidirmoqchi bo'lsangiz, videoni bosasiz. Ovozini olmoqchi bo'lsangiz, audio bosasiz. Keyin shunday yoqib qo'yasiz. Hozir ochiladi. Shunday qilib siz videolarni yuklab olaverasiz. Misol uchun boshqasini qidirib ko'ramiz. Bu ochgim keladi. Keyin yana YouTube'ga kiramiz. Yana bitta chiqamizda, yana chiqib qidiruvga. Endi mana shuni sharni o'chiramiz. Misol uchun Sonic Coffee Dance Song. Boshqasiga kirib ketdik. Shu sababdan shuni qayta yozamiz. Sonic Coffee Dance Song. Mana birinchilikka chiqib turibdi. Bosamiz. Sonic Coffee Dance songlari chiqib keladi. Mana buni kirib ko'raylik. Shu qiziqroq tuyuldi. Mayli. Keyin o'shaning boyagi usulga qilib qo'yamiz. Buni to'xtataylik, chiqaylik. Xullas, bugungi video shunday bo'ladi. Misol uchun qidirmoqchi bo'lsangiz, shunga kirasizda, shu joydan o'chirasiz. Siren Hit Coffee Dance. So'ng bossangiz, mana Siren Hitning Coffee Dance'lar chiqadi. Bitta kirasiz. Onun için siz kanalga kirib keting. Obunachisi milliondan kam bo'lsa, siz olib chiqishingiz mumkin. Mana
ishtirokchisi ham bor ekan. Kirib ko'ramiz. Bunga qadar yuklab olaverasiz. Siz shu Telenovotdan qidirsangiz osonroq yuklanadi. Men endi Telenovotga kirib ko'raman. O'sha video yuklangan. Mana ochadi. Kirasiz. Yuklash kirasizda galereyaga saqlanishni bosasiz. Va galeriyaga saqlanadi. Shunday qilib ishlayverasiz. Confidence videolarni shunday yuklab olsangiz osonroq bo'ladi. Sizga maslahatim shu. Keyingi videolarda mana bunaqa videolar yasashni o'rganamiz. YouTube'ga kirganda misol uchun teleskop yo'nalishida ham bitta video yasab beraman. Uning uchun yo'qolamizda teleskop mana teleskop bosamiz. Teleskop mana bunaqa videolar ishlasak bo'ladi. Teleskop usulida. Mana qarang, qanday sifatli. Shuni yasashni mening YouTube foyda Telegram kanalimda ham bor va YouTube foyda Telegram kanal, YouTube foyda YouTube kanalida ham turibdi. O'sha kanalda o'rganishingiz mumkin. Siz bu videolarni osongina va bemalol tayyorlay olasiz. Bular xullas shunday tayyorlanadi. Ozroq o'tkazsangiz ko'rasiz. Mana. Qarang, bu boshqa shakllarda keyin tayyorlab bo'lgach, qarang nima bo'ladi. Shuni tepasiga videosini qo'yadi, o'zi bola o'ynaydi, baba bir ikkita bola o'ynashini ham qo'yib qo'yadi. Shunda videoga sifatli va juda ko'p like yig'ishi mumkin. Obuna ham juda ko'p. Mana shu videoni o'zi 245,000 like yiqqan. Obunachini ko'rsak, obunachisi 71,000 ta obunachi va 1,000 mingta videosi. Mana bunaqa video yasashni ham keyingi darslarda o'rganamiz. Shunday qilib videolarni oson tayyorlashingiz mumkin. Bugungi darslik tugadi. Keyingi darslarda oson va video yasashlarni o'rganamiz. Menga obuna bo'lib qo'ying. Shunda sizlarga ham katta rahmat aytaman va bu videolarni ketma-ketlikda o'rganaman. Menga 100 ta obunachi bo'lgandan so'ng agar yana ko'payaversa, juda ko'p obunachilar yig'ilganda sizlarga juda sifatli videolar yasashni o'rgataveraman. Xullas shunday qilib videolarni saqlashingiz mumkin. Bugun darslik tugadi va sizlarga xayr deb qolaman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha